Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining Amerika tashqi ishlar ministrligi bilan izchil aloqa o'rnatib, qatirqinib izlanishi, shundaqla jafoliq tirishchanlik ko'rsatishi natijasida tarixiy ahamiyatga ega harakat boshlanib, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan qonunsiz besilinganligini e'tirof qilishni o'z ichiga olgan bir qancha talab yozilgan iltimosni Amerika tashqi ishlar ministrligiga sunish qaror qilindi. Har qaysi Sharq Turkiston tashkilot rahbarlarining imzo qo'yishi talab qilingan bu faoliyat 19 fevral kunigacha davomlashadigan bo'lib, Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Abdullahat Nur apandining bu vaqtdagi chaqiriqini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Sharqiy Turkiston surgundi hukumati tashqi ishlar ministri Salih Xudoyer apandining murojaat chiqarishdagi sabab qarindoshlar. Hammangizga ma'lum, Salih Xudoyer Amerikada yashaydi. Amerika dunyo siyosat markazi bo'lg'achqa, dunyoning siyosati shu yerda shu aylanadigan bo'lg'achqa, Salih Xudoyer davomli shu yerdagi muhim insonlar bilan ko'rishib, shu yerga Sharqiy Turkiston masalasini olib borib, unda qilsanglar, bunda qilsanglar deb talab qildi endi. Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining talablarini olib bordi, Sharqiy Turkiston xalqining talablarini olib bordi. Apağandan keyin şu 2019 yıldan keyin hozirga qadar hamma millat vakillaridan, parlament a'zolaridan har qanday bir katibaşdan elayotgan javob va Sharqiy Turkiston xalqi Uyg'urlar, ya'ni aranglarda mustaqillik deydiganlarmi bormitinglar deb hayronlik ichida savol so'raydi. Ha desa, biz hozir qadar bunda bir gapni anglab boqmabdi ekanmiz. Davomli shu bizning qishimizga kirganlar, biz faqatlam inson haqlari istaymiz, o bizga o kichikkina ahvolimizni yaxshilasa zulm qilmasa bo'ladi. Ash avtonomiyani yo'lga qo'yibsa, ras avtonomiya qilib bersa bo'ladi deb shunday keladi. Mustaqillik deb kirib boqqanlar yo'q ekan deb shunday javob berdi-ku. Bu javob bergandan keyin Salih Xudoyer qaytib chiqdi, bizning bu millat qanday bo'lib ketdi deb xafolab chiqdi, yana bordi, yana shunday deydi, yana bordi, yana shunday deydi. Oxirisi ma bir yilni oldida yana shunday degandan keyin ular Salih Xudoyerning oldiga ma u Ilham To'xtiningki Raysinash doklati degan bir narsani bizning qo'yaylik. Bu doklatni o'sha chet eldagi Xitoy istixborotining odamlari şu G'arb davlatlarga chirib to'ldirib etilgan. Bu atalmış inqilobchilarning, ya'ni Xitoy istixborot xodimlarining deyishicha, Ilham To'xti vatanda raisnash olib borganmish. Raisnash olib borsa, Sharqiy Turkistonlikning 90% ga yaqini Xitoydan ayrilmaydiganligiga ray berganmish. Faqatlam 10% az sonliq bölgünçü unsurlar bular mustaqillik davası qilamish. Bu Ilham To'xtining raisnash natijasiymiş. Buni va chet eldagilar G'arb davlatlariga yechirib ham yana chitlib etildik. Bu delilni Salih Xudoyerning oldiga qo'ydi. Qo'ygandan keyin buni churitish uchun biz yana bir raisnash olib borgan. 2022 o'g'imidagi shu. Ishqil bir yilning oldida bir yillab qoldi. Maqsad bu Ilham To'xtining bu degani yolg'on. Bu Ilham To'xti qilgan bo'lsin, qilmagan bo'lsin, bu yolg'on. Bu Sharqiy Turkiston xalqi undaq demaydi. Mana mandaq deydi deb Amerikaga sunish uchun bir raisnash o'tirib qo'ygandik. Shu chaqdimi 90% ning yuqorida Sharqiy Turkiston xalqi mustaqillik istaymiz, mustaqillik xohlaymiz, bizning orzuyimiz mustaqillik degan natija chiqqan. Shu natijalanib yana Salih Xudoyer davom qildi ko'rishishni, diplomatiya xizmatini. Anadagi maqadim taxmi muhim organlar deydi-ki, agar sening xalqing ras mustaqillik istaydigan bo'lsa, raisini shalibba xalqing bir rayini berib baqsin. Ras mustaqillik istaydigan bo'lsanglar, unga ko'ra muomala qilamiz. Unda bo'g'achqa Salih Xudoyer murojaatni chiqardi.
G'ulom Osmon efendim uning ta'kidlab xalqimizga murojaat chiqadi. Buni qo'l qo'ysanglar bo'ladi dedi. Zodi va'da u murojaatnomada oxirisiga o'zimizning ismimiz, uchurlarimiz, xos tashkilotning a'zosi, shu tashkilotda prezidentmi yo boshqa nima unvonimiz bo'lgan bo'lsa, shuni yozib iversak e-mailimiz bilan, u faqat shu Amerikaga ketadi. Uni Xitoymi bilinmaydi, Xitoy istixborotimi bilinmaydi. Shunga Xitoydan qo'rqib ketgidek yoki Xitoy istixborotidan, patrullarimizdan qo'rqib ketgidek bir ish yo'q. Shu imzoni qo'yaplam, iversak Amerikaga ketadi. Xos tashkilot bo'lgan bo'lsak, Amerika biladiki, Poloniyadagi ma tashkilotmi, butun tashkilot mustaqillik istaydi ekan, umum mustaqillik istaydi ekan degan bilan Sharqiy Turkiston xalqining ko'p sonligi mustaqillik istaydi degan ideyaga ega bo'ladi. Shu o'zimizning mustaqillik orzuyimizni Amerikaga bildiraylik. Shu Amerika Sharqiy Turkistonning besilingan zamin ekanligini e'tirof qilsin degan maqsadda chiqarilgan bir murojaatnoma bu. Bugun anglashimcha ba'zi diniy to'nga o'rnab olgan ba'zi insonlar bunda qilsa durust bo'lmaydi, diniy nuqtadan durust bo'lmaydi deydigan ta'tib fatvolarni chiqaryapmish. Qarindoshlar, hammamizga ma'lum, islom dini davomli adolatga tashabbus qiladigan, adolatga chaqiriq qiladigan bir din. Adolatga chaqiriq qiladigan, zulmdan to'sadigan bir din. Zulmga qarshi, zolimga qarshi bizning dinimiz. Her qachon zolimga qarshi turish farz bizning dinimizda. Zulmga qarshi turish farz bizning dinimizda. Adolatni yoqlash, adolatga destek berish farz bizning dinimizda. Unda bo'lgandan keyin bizning mushkilimiz islom diniga ko'ra to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Payg'ambar alayhissalom Mekkadagi chaqda bir ishni eslab shunday bir hadis bayon qiladi. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib yashangan vaqtida shunday bir hadis bayon qiladi. Bu Talhat ibn Ubaydullah roziyallohu anhudan shunday rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Men yosh vaqtimda Abdullah ibn Jud'anning ho'ylisida bir tashkilotga qatnashgandim. Agar hozirmi shu tashkilotning bedeliga qizil tugilar berilsa-mu, men u qizil tugilarni yaxshi ko'rmagan bo'lardim. Ya'ni ko'ta bu qizil tugilaringni men mush tashkilotda qolgan deb tashkilotni sodiq qilib, shu tashkilotda qolgan bo'lardim. Shu qatnashgan tashkilotimdan voz kechmagan bo'lardim" deydi. Bir odamda bir qizil tugi bo'lsa, hozirgi zamondagi millionerlarning o'rnida iqtisodiy jihatdan holikni obdan inson hisoblanadigan bir vaqt. U vaqt kambag'allikda bir millioner bo'lash o'ylab boqinglar. Bu tashkilotni kim qurgan? Tashkilotning qurg'uvchilarining ichida Abu Jahl qurgan, Abu Lahab qurgan, Abu Talib qurgan, Abu Sufyon qurgan. Shu vaqtdagi Makka mushriklarninki katavashlarining hammasi bor shu yerda. Bu tashkilotning ismi nima? Hilful Fudul. Hilful Fudul zolimga qarshi mazlumni desteklash maqsadida qurilgan bir tashkilot. Payg'ambar alayhisalom bu tashkilotga shu 18-20 yosh vaqtlarda qatnashdi. Payg'ambar alayhisalom bu hadisni qachon deydi? Madinaga qaytib kelib, yoshlangan vaqtida, qarigan chog'ida, payg'ambarlik oxirlashay degan vaqtida, yosh vaqtisini eslab shunday deydi: "Payg'ambarlik salohiyati bilan zulmga qarshi tashkilot bo'lsa, men kiratdim" deydi. Bizning Sharqiy Turkistonda bo'layotgan zulm, qatlam, irqiy qirg'inchilik bu davlat tarafidan, Xitoy davlati tarafidan elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik Mekkada bo'layotgan zulmdan minqat eshib ketiglik. Payg'ambar alayhisalom Hudaybiya sulhida Xuza qabilasidan ittifoqdosh bo'ladi. Xuza qabilasi Makka mushriklari bilan o'xshash. Bu o'rnaklarda zulmga qarshi turishda, ishg'oliyatga qarshi turishda musulmon bo'lmaganlardan foydalanishning joiz ekanligi chiqadi. Buni hamda ba'zi insonlar diniy to'n kiyib olib turib, dinimizga xilof deb o'tirg'i chiqishi, Allah va Allohning rasuliga qarshi urush ochganlik qarindoshlar.
Bizning mayli Amerika bilan bo'lsin, mayli G'arb davlatlari bo'lsin, mayli boshqa har qanday davlatdan bo'lishini, kim bo'lishidan qat'iy nazar, Sharqiy Turkiston masalasida Sharqiy Turkiston masalasini qo'llaydigan bo'lib qolsa, Sharqiy Turkistonning basvalingan zamin ekanligini qo'llaydigan bo'lib qolsa, Sharqiy Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilaridan qutulishimizga yordam beradigan bo'lib qolsa, buning xarakteri nima desa, zulmni tugitib, adolat barpo qilishmayapmi? Butun dunyodagi Uyg'ur tashkilotlarga, Sharqiy Turkiston tashkilotlariga murojaat qilay. Amerika hukumatiga beriladigan, to'ldirib beriladigan murojaat Sharqiy Turkistondagi davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish maqsadida Amerika hukumatining Sharqiy Turkistonni basavalangan zamin ekanligini tunish haqidagi bir murojaat. Amerika bunday deb tunisa, nim bo'ladi? Amerika dunyodagi eng chong davlat, siyosiy kuch, iqtisodiy kuch, harbiy kuch. Dünyada Amerika'nın aldığı uyuttuğun bir devlet yok hazır. Amerika tunisa, onun ergişip nurgun devlette tunuydu degen gap. Siyasi hak hukukumuz tunulsun im buludu. Anondan keyin harbiy ishlarda bir yerdan tayyorlik qilib, uni qilamiz, buni qilamiz desak, huquqli qilamiz. Siyosiy sharoit hal bo'lmay turib, harbiy sharoit hal bo'lmaydi. Siyasi sharoit hal bo'lmay turib, harbiy sharoitni hal qilamiz deb bir ish qilgandan keyin terroristlik tamg'isini yeydigan gap. Shuning uchun birinchi qadam siyosiy sharoitni hal qilish. Ikkinchi qadam harbiy sharoitni hal qilish, iqtisodiy sharoitni hal qilish. Bunda qadam-qadam mangdi bu ishlar. Unda bo'lgandan keyin bu biz birinchi qadamdan birinchi qadamimizga o'zimizning puti o'zimiz palto chapmay, buni qo'llashimiz kerak. Shuning uchun butun Sharqiy Turkiston tashkilotlariga murojaatim bo'libmi? Dunyo Uyg'ur qurultiyiga murojaat, Ma'arif jamiyatiga murojaat, ulamolar birligiga murojaat va shularning qo'l ostidagi va tarmoqidagi va yandosh sabdosh tashkilotlarning hammasiga, dunyoning hamma yeriga tashkilotlarga murojaat. Bu Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan basavalangan zamin ekanligini tuninglar degan murojaatga imzo qo'yinglar. Chunki imzo qo'yishinglar hech nimaga ziyon yetkazmaydi. Bundaq imzo qo'yish hech kimga ziyon olib kelmaydi. Sharqiy Turkistonga foyda olib keladi, Sharqiy Turkiston xalqiga foyda olib keladi. Bu diniy nuqtadan o'zimizning ustimizga tushgan bir farzni ado qilgan bo'lamiz qarindoshlar. Hozir qadar Xitoy istixborotining G'arb davlatlariga Uyg'urlar mustaqillik talab qilmaydi degan yolg'on tuhmatini churitish uchun murojaatnomani to'ldirib imzo qo'yib tashkilotimiz nomidan evatishimiz diniy nuqtadan farz. Milliy nuqtadan qarz. Allah hammamizni dunyo va oxiratda salomat qilsin. Yaşagan müddetçe İslam'dan ayrılmasın, ölüdüğün çağımızda iman ve tövbeden ayrılmasın qarindoshlar. 13 fevral günü Hindi Tinch okean tarmoq komitetining raislik vazifasini o'tayotgan Amerika vakili Yong Kim Amerika majlisida so'z qilib, Uyg'ur siyosati qonunini qo'llashga chaqiriq qildi. İki partiya, iki palatalik bu qonun loyihasi xalqaro jamiyatning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan tunishini o'stirib, Amerika Tashqi ishlar ministrligini unumli javob qaytarishga va Xitoyning Uyg'urlarning ovozini bo'g'ish qilmishiga qarshi turishga yetaklaydigan keng ko'lamli, ko'p taraflimlik bir strategiyani borliqqa keltirdi ekan. Yong Kim so'zida Uyg'ur siyosati qonunini ijro qilishning olqiliq payti keldi. Xi Jinping atalmish Xinjiangni savdo va sayohat markazi qilib markalashtirib, Uyg'urlarni xalqaro jamiyatning esidan chiqarmoqchi bo'layotdi. Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur va boshqa Turkiya millatlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni davomli rad qilib keldi. Biz tuhmat qilib etish, majburiy emgakka selish, minga yo'yish va bosqinchilik qilish qilmishlariga aloqador dokladni dalillari bilan sundik. Xi Jinping bu jinoyatni yana hasilab sodir qilyotdi. U yaqinqi atalmish Xinjiang ziyoratidan keyin dinga e'tiqod qilish va ta'sirda qo'lga kelgan muqimlikni qo'g'dash to'g'risida texnik qattiq belgilama chiqarishni talab qildi. Bizning harakatga o'tishimiz kechikib ketyotdi. Uyg'ur qonuni kuchlik mavqeda harakat qilishimizga yetakchilik qiladi
va navbatdagi kishilik huquq dafsanchiligiga taqobil turish usulimizdagi bir qism yetersizliklarni hal qilishimizga yordam berdi. Tashqi ishlar ministrligiga Uyg'ur masalasiga alohida moslashtiruvchi tayinlash huquqi berdi. Ular tashqi ishlar ministrligining diplomatik strategiyasini kuchaytirib, har qaysi tarmoqlarning Uyg'ur qirg'inchiligiga taqobil turishda texmi yaxshi moslashishiga kafolatlik qiladi. Amerika hökuməti Uyğurlarning Xitoyning zulmiga qarshi turish ko'rishini so'zi va harakatida birdek bo'lib qo'llashi kerak. Uyg'ur siyosati qonuni Chet el munosabat institutida Uyg'ur tilida tarbiyalashni talab qiladi va Tashqi ishlar ministrligini Uyg'ur tilini pishiq biladigan amaldorlarni Xitoyning vazifa ijro qilish o'rinlariga o'rinlashtirishga majburlaydi. Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarini qo'g'dash va Amerika yer shari axborot organlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan munosabatlik uchur va xabarlarni tarqatishga yetakchilik qilish huquqini beradi. Biz hozir Amerikaning yumshoq amaliy kuchini joriy qildirish, atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar uchun xalqaro qo'llashni qo'lga keltirish, Tashqi ishlar ministrligini Xi Jinpingning irqiy qirg'inchilik qilmishiga texmi yaxshi taqobil turish uchun kerakli qurollar bilan ta'minlashimiz kerak dedi. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti ictimai axborot supisi X'də bununğa inkas qaytırıb, rəhmət aytish bilan birgə Xitayning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning manbasi. Sharq Turkiston xalqi Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilib, Sharq Turkiston xalqining tashqi o'z taqdirini o'zi belgilashdagi asosiy huquqini muayyanlashtirish qarorini qo'llashini to'rt ko'z bilan kutadi dedi. Uyg'ur majburiy emgakiga dollar bermaslik qonuni ma'qullangan. KLTV xabarlarining 14 fevral kunidagi xabariga qaraganda 2023 yili 21 iyun kuni Avam palatasi Tashqi ishlar komitetida belga qo'yilgan va komitetning sirtida doklad qilingan 4039 nomerlik inson haqlari qonunida bilingan Uyg'ur majburiy emgakiga dollar bermaslik qonuni bu hafta Avam palatasida ovoz berish orqali ma'qullangan. Bu qonun Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Amerika xalqaro taraqqiyot organining atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida qezib ilingan, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qiladigan tashkilotlar yoki korxonalar bilan hamkorlashib, xalqaro turlarni mablag' bilan ta'minlashni cheklaydi ekan. Parlament a'zosi, shundaqla Tashqi ishlar komitetining a'zosi Nathaniel Moran qonunning ma'qullanganligini tabriklab, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida butunlay yoki qisman yasalgan tovarlarning Amerikaning ta'minlash zanjiriga kirishini cheklagan bo'lsa-mu, ammo biz Amerikaning chet eldagi sheriklar bilan tovar yoki xom ashyo manbalik strategik turlar uchun xalqaro to'xtam tuzmasligiga kafolatlik qilishimiz kerak degan. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti bununğa ijtimoiy axborot supisi X'də inkas qaytırıb, Uyg'ur majburiy emgakiga dollar bermaslik qonunining ma'qullanganligiga rahmat aytadiganligini bildirish bilan birga, Sharq Turkistonni Tibetga o'xshash besib olingan davlat deb e'tirof qilishni talab qilganligini bildirdi. Sharq Turkiston yana bir yetuk dini olimidan ayrilgan. 2024 yili 5 fevral kuni Sharq Turkistonning Atush shahri Usnatush yezisidan tonilgan ma'rifatparvar Damullam Abidin Ayub Xitoyning turmusida 96 yoshida shahid qilingan. Abidin Ayub 1929 yili Usnatushning Qayroq kentida ma'rifatparvar diniy oilada dunyoga kelgan bo'lib, yosh vaqtida diniy darslarni Qashqar xonliq madrasasida olgan. Tajovuzchi Xitoyning atalmish madaniyat inqilobi davrida diniy unsur deb qalpoq keltirilib, zulmiga uchragan. Keyin Qayroq masjidining imomlik vazifasini ustiga olib, 2016 yilgacha davomlashtirgan. Bu jarayonda nurg'unlagan shogirdlarni yetishtirgan. Uning muajiratda yashayotgan oila tavobatlarining aytishicha, 2016 yili bahorda tajovuzchi Xitoy uning salomatlik ahvolining nacharligiga qaramay tutqun qilib 10 yillik muddatli qamoq jazosi bergan. Nachar turmush sharoiti uning kasalini texmi ig'irlashtirib etgan. 5 fevral kuni Xitoy turmusida 96 yoshida shahid qilingan. Janobi Allohdan makonining jannatda bo'lishini tilaymiz. Demak, siyosiy sharoit siyosiy shartlarni harakatga o'tkazsa, siyosiy shartlar siyosat odamlarini o'ylab ko'rmagan nuqtadan sinab turadi. Shundaqla farqli metod tutgan, ammo g'oya o'rtoqligiga ega to'plarni bir araga jamlaydi. Mazkur chaqiriqning xarakteri va funksiyasi shuni ko'rsatib turibdiki, bu chaqiriqda biz ko'nikkan da'vochilikdagi bizning tashkilot a'zolarimiz bayonot sundi. Bizning tashkilotimiz falonchi davlat arboblariga mundaq iltimos qildi. Bizning tashkilot mundaq qildik. Dabdabisi, o'zimchilik xohishi yo'q. Iqtisodiy manfaat va allaqandoq imtiyozlarning tamasi bilan uyushtirilgan qattiq quruq yig'in.
Arqadan keplep açılgan bir meydan yığın teatri qo'yib etib, biz degan mana shunda mustaqillik da'vosi qilyapmiz deydigan propagandami yo'q. Albatta, mazkur surgunda hukumatining bu xil harakatlarda yuqorqidek jambaxti toifalarning rolini olmaganligi, o'zlarini payplaydigan biror davlat darajalik siyosiy organning pechkisi bo'lishdek farazcha, ammo farog'atlik bir yo'lni tanlamasdan va buni muayyan siyosiy niqoblar bilan yoshirmasdan birlikda siyosiy mavqe jakarlash, qirg'inchilikni yashayotgan xalqning orzusi hamda besilingan tuproqning o'rlik va mustaqillik g'oyasini birlikda jakarlashni maqsad qilayotganligi mazkur chaqiriqning mazmuni va xarakteridan ma'lum. Masalaning sening menonlikdan halqagan tutgan yo'l farqli bo'lsa-mu, g'oyadashlikda milliy iroda birligida mustahkamlik borligini bugungi dunyoga rang va shakl berish kuchiga ega davlatlarning oldiga tashlash uchun ilingan haqqoniy qadam ekanligi o'rtada. Balki masalaning chetishlik nuqtasi Sharq Turkistonning taqdiri va shiddatli izilishni boshdan kechirayotgan Sharq Turkiston xalqining taqdiri bilan munosabatlik bo'lganligidir. Mal egisini doğrumuzda aram deyilganidek, mazkur chaqiriqqa jiddiy qaraydiganlar ongli holda qo'l-qo'lcha harakatga o'tish tashabbusida bo'layotgandek, siyosiy chaqiriqni o'zlarining suyuqlangan kompaniyalar bilan bir o'ringa qo'yishga urinib valaqlayotganlarmi? O'zlarini Nuhning kemisida sanab, sho'rliq suvga girdichilab yeb kelganlikdan allburun zihniyati shakraplashib ketgan qansiq putlarning o'zini sazoyi qilayotganligi ko'zdan qochqani yo'q. Shundaqla qachon millatning cho'ng taqdiri borasida biror ijobiy harakat boshlansa, oldirab soyasini ko'rsatmaydigan salbiy o'yinlarning qaysisiga zuvan surib, qaysisiga zuvan surmaslikni qushlarchining qushining sayrishiga qarab ish ko'radigan xaraktersiz toifalarmi? Kadrlik bilan kafirlik orasida laylimi poyiz misoli to'lg'inib, na mansubiyatining, na mas'uliyatining tutami yo'q kiraliq qalamkash toifalarmi diqqatdan qochqani yo'q. Ammo shu aniqki, xatoliklarni tuzatish bilan savalliklarni takror sodir qilishdan saqlanish bilan hal qilib ketgili bo'lishi mumkin. Lekin maydon mavqalar, marazlarcha betarafliklar, munofiqlarcha kamsitishlar, xaraktersizcha sukut qilishlar na kechirgili, na unutg'ili, na sulli salo qilg'ili bo'ladigan ishlar jumlasidan emas. Darhaqiqat, har manverning amaliy maydonda o'zini ko'rsatish payti, har askarning jangda o'zini ifodalash vaqti bo'ladi. Qadimqilarning ta'biri bo'yicha bir qo'shin 10 yil beqiladi, bir kun uchun ishqa yarar deb. Payg'ambarimiz deydi-ki, bir qavmning pasibanlari ular uchun xizmat ko'rsatilganlardir. Vaqt dal xizmat ko'rsatish vaqti, xizmatning muddayosini e'lon qilish vaqti, sapni aniq qilish vaqti va Sharq Turkistonning milliy irodasining o'rlik g'oyasining har qanday shaxsiy mojarodan, ichki tortishmalardan, adovat va nafratlanishlardan ustun ekanligini jakarlash, dunyoga bildirish vaqtidir. Eng muhimi, Xitoydek razil mustamlikachining qirg'in qilayotgan xalqni kasalning, marazning, illatning o'rnida qarab, sistemlik tarbiyalayotganligini bozorga solayotgan ornumusni dafsanda qilib, buni bir turlik madaniylashtirish deb jar solayotgan paytlarda millionlagan mablag' ajratib, davlatlararo ansambl va o'maklarni safarbar qildirib, inson qalbidan chiqqan yovuzlarcha jinoyatlarni yana shu Uyg'urning chiroyi, usuli va nag'masi bilan yepishga urinayotgan bir vaqtda her türlük maytatishlarni chetga qayirib turib, o'rtaq ovoz bilan Xitoyga qarshi sado chiqarish, uni yerga urish vaqtidir. O'z to'pimiz va o'z qavmimiz orasida, o'z tilimiz va muhitimiz doirasida elib berayotgan siyosiy faoliyatlarimiz agarda bir manver deyilsa, ushbu imzo harakati mazkur manverlarimizning chaqchaq emasligini, da'vo ahdimizni mustamlikachiga qarshi ishlatishda hech narsaning bizga to'salg'i bo'lolmaydiganligini amaliy maydonga chiqib jakarlash harakatidir. Shundaqla bu harakat xalqning milliy irodasining nimaligini xalqaroga tasjil qildirish, o'chirilmas qalam bilan o'yib naqshlashning dastlabki ul silish xizmatiga etilgan o'rtaq qadamning boshlanishidir. Bu yana har bir siyosiy tashkilot va qurum arboblari qilayotgan barcha faoliyatlarning adoqqa g'oyasining davosini qilayotgan xalqning, tuproqning, vatanning o'rlik uchun istiqlol va istiqbolli uchunligini, ichki yo'l ayriliqlarning hech birining ushbu cho'ng g'oyatga o'rtaqligini aslo buzolmaydiganligini e'lon qilishning, ya'ni hali millat atiqini, millat ro'yini yo'qotmagan bir to'plamning mavjudligini ko'rsatib qo'yishning tepilg'usiz fursatidir. Burhan Muhammadning kun tartibda siyosiy buruch va qadam elish fursati nomli maqolasidan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.